Haval M6 va Tracker o'rtasidagi farqini bilganlar odatda to'g'ri tanlov qilishmaydi. Sababi aytishingiz mumkin, Tracker avtomobili o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqaradi deb. Lekin Haval M6 avtomobili ham o'zimizda O'zbekistonda Jizzaxda terilayotgan avtomobillardan biri. Bundan tashqari, bizdan avtomobil xarid qilgan mijozlarga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolati ham mavjud. Usta zapchastdan endi umuman muammo yo'q. Motori 1,5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan. 4 ta Porsche'li 143 ta ot kuchiga ega. Shahar ichida rasxoti 100 km uchun atiga 7 litr tashkil etadi. Avtomobil uzunligi 4,7 metr, yerdan balandligi esa 1,9 metr, salon kengligi ozgina kam 2 metr tashkil etadi. 18 razmerdagi quyma diska va yumshoq balon almashtirish hojati yo'q. Bagaj hajmi 808 litr. O'zbeklar inomarka avtomobilini xarid qilishdan oldin birinchi o'rinda orqa kengligiga qarashadi, lekin bunda siz xohlagandek. Eng asosiy narsa bu narxidir. Narxi esa 250 million so'mdan boshlanadi. Xohlasangiz 30% dan 36 oygacha hech qanday foizlarsiz o'z narxini bo'lib to'lash imkoniyatiga ham egasiz. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzonaning yo'lida. M6 avtomobilini xarid qilgan bo'lardingiz yoki Trackerni? Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib keting. Agar shu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.